Salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha Herobrine va biz kanalimizga ikkinchi videoni olyapmiz. Bu o'tgan safargi videoning ikkinchi qismi bo'ladi. Men o'sha tugatgan joyimizda mana yana spam bo'ldim. Alpha Let's Game. Kim qo'shilib oldi ekan bizga? Endi zombi kelyapti. Yana kechqurun do'stlar. Brat qaytdan kelib qoldi ekan. Qaytdan urdi meni. Qanday qilib urganiga tushunmay qoldim do'stlar, borku. Do'stlar. Neyzadan yetdik короче. Xullas biz yana qayta spam bo'ldik. Bu safar kuchayishga harakat qilamiz. Bu safar qatnasha olmaydi do'stlar, uzr. Shu qandaydir muammo bo'lib qoldi. Bo'ldi shu blok bilan. Albatta keyingi videolar o'qitiladi degan umiddaman. Mana shu tutorial anchadan zombilar spam bo'lsa ko'rsatadi. Aytdimmi? Xo'sh. Daraxt qilamiz. Crafting table. Hop. Biz narsa yasolamiz o'zimizga. Har doimgidek kirga. Xo'sh. Atrofda zombilar ko'rinmayapti. Toshlar qazib olish kerak. Aytdimmi do'stlar sizlarga? Uni nayzasi bilan o'ynashmaslik kerak edi. Zombilar qanday qilib urib qo'yganini sezmay qoldim-da. Ikki qavatdan ura olmas edi. Qanaqasigadir ura oldi. Menimcha yonida bitta blok bor edi. Uzr do'stlar, creeper poppan. Mana toshlarni qaziymiz. Bekor o'lib qoldik, lekin o'sha spam bo'lgan joyimizga borishimiz kerak. Hozir zombi yurganga o'xshaydi. Hozir bekor sakrab tushadi-da. Tushmaydimi? Kesin nima qilamiz? Shekka tushamiz. Bo'pti do'stlar. Ko'rdingmi bizni? Ya bitta ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Do'stlar, ana bu yerda bitta blok bo'lsa, u blokka sakrashga harakat qiladi va sakrab biz oldimizga tushib urishi mumkin. Ke. Yaptasini ko'raychi, bunday qilsak ham urishi mumkin. O'sha ularda avtomatik bloklar o'xshagan joyda ular sakraydi. Sakraganda bilib qo'yish shart. Endi esa spam bo'lgan joyga bormasak bo'lmaydi. Olmani yeyishga ulgurmadim ozgina. Shuncha yiqqan terganlarimiz. Ana arqadan o'rgimchak quvlayapti. Voy, oldin o'tib ketdik. Nega yugurmayapti bu? Quvlayapti, o'rgimchak tez yuguradi. 8 oyog'i bor. Qaydan urdi ekan? Kelolmaysan. Voy.
Yana o'ldik do'stlar. Yana. Endi esa jimlik qilmaymiz. Qancha jimlik qildik? Yetadi. Yetarli. Qilga tushdik ana. Mumkin. Osindir o'zi. Yana bir bol o'lyapti do'stlar. O'lish bizga yarashmaydi. Tak. Ketdik endi Vestakni olamiz. Blok ham olish kerak. Atrofimizdagi skeletlardan himoya bo'ladi. Ikkita uchta. Tanga qo'ygani yugurdik endi do'stlar. Skelet tushib. O'rmonlarda skeletlar soyani teyda qoladi, o'shani tushunmaydi. O't ovozida bir narsa o'xshatdi. Oppo. Taqib etyapti skelet bizni. Asliga olmam kechqurun bo'lib qoldi. Oppo. O'rgimchik. Seklersek bas. Creeper. Oppo. Aslida 3 ta blok qo'yishimiz kerak, chunki mana sakradi. Sakrab turib urib qolish mumkin. Kak ovozi. Biz uramiz. To'yda. Yo'lga tushamiz. Vaqtga ham qarab qo'yamiz. 7 minut. Yorug' tushyapti do'stlar. Biz u yerga borib narsa o'ldirib divan yasasak bular ham muammo bo'ladi. Sheta tursang sizlar ham ko'rdinglarmi Minecraft kinosini yaxshi chiqqan ekan. Oldu. Yorug' tushyapti do'stlar, lekin mana shu soyalarda qolib ketadi-da. Shunisi bor. Mayli ketdik yo'lga. Bitta blok olaman. Go'shtni ham oldim siz olmay. Enderman ko'zga qarama. Xo'sh. O'zi normallik kuchaydik. Oddiy zombilardan qochaman deb suvlisiga uchrab qoldim. Yetib borishimiz kerak. Tajovuzsiz qiyin bo'lyapti. Eng yoqmagan biyon shuda. Soyalar ham juda ko'p. O'tib ketib olmadikmikan? Daryo chiqish kerak edi-yu. Bu yoqqa kelardikmikan? Hani ish qilib narsalarimiz yo'qib ketmagan bo'lsin. Barcha harakat qilyapman, lekin yugurmasak oppo zombilar to'dasi. Temir topdik-ku. Yo'q, iya. Do'stlar, o'tib ketibmiz. Bu yerga hali qaytamiz. Temirni olish shart. Aynan temirni olish shart.
o'tib ketib qolibmiz do'stlar. Sara ham qishloq ham topmiz. Mana shu tarafga ketamiz. Menga narsalar muhim. Chunki u yerda olma narsa, tosh ovuladim. Tezroq borishimiz kerak. Havana daryo. Daryo dedi. Bor budimiz shu daryoda. Adashib qo'ydikmi? Endi kengliklar chiqib ketdi. Biz bu yoqdamidik. Daryo bo'ylab ketish kerak. Mana shu yerlarda. Xo'sh. Qo'ylarga ham qarab o'tirgim kelmayapti-yu. Mana o'sha joy, do'stlar. Ama u yerda men o'lgandim. Afsuski, tavakkal qilishga noto'g'ri. Shu yerga yugurib keldim. Lekin bu yerda qo'ylar turibdi. Kelinglar shu o'ldirib qo'ya qolamiz. Kavada sesi bo'lardi. Hop. Ben de. Çenilik samazı var. Ham göçten bir tezroq. Neredesini öldürsek 2'te 3'te. Menimcha 2 oq va bitta kul rangdan bo'lmaydi-yu. Oq rangdagi gul topsak, oq qilib olsak bo'ladi. Bu sefer ölmesligim gerek. 2 marta, naq 2 marta ordum ha do'stlar. Xullas biz o'sha qishloqqa boramiz. Yosh. Ancha girib bo'pman. Ketdik, ashdagi qishloqqa boramiz va to'xtatamiz hammasini. Bu versiyalarda suzish ham ancha qiyin bo'lib qolibdi. Agar eslasanglar, oldingi versiyalarda oson edi suzish. Tepaga bosib turishimiz kerak bu safar suzish uchun. Mana shu yerda cho'l biomida topdik. Cho'l biomida lava ham ko'p bo'ladi. Portalga oz qoldi. Mana cho'l biomi. Va do'stlar, mana shu yerda qishloq bor edi. Yana kimdir qo'shildi, o'sha alfa. Kim ekan u alfa ya? Qo'shilib yuryapti. Mana shu qishloqda videomizni tugatamiz do'stlar. Keyingi safar albatta ana omad, ana keyingi safar menimcha nezerda bo'lamiz. Agar oldida lava bo'lsa. Lava bo'lsin-da. Yo'q do'stlar, lava yo'q ekan, bormaymiz. Xullas, sizlardan Herobrine bo'ldim. Keyingi videolarda albatta Jo'xa qatnashadi. Hozir esa xayr. Videoga like bosing.